limon, chesnok va asal. Bu shifobaxsh mahsulot aralashmasi qon bosimini yaxshigina tushiradi. Bu usulni bir necha yillardan beri o'z ota-onam uchun qo'llab foydasini bilganim uchun sizlar uchun elindim. Ushbu malham yurak va miya qon tomirlarini yaxshi tozalaydi, qon bosimini tushiradi, qonni suyultiradi. Shu bilan bir qatorda mikroblarni o'ldirish va immunitetni ko'tarish xususiyatiga ega. Bu malham tayyorlash uchun miqdor ahamiyatga ega, ya'ni 10 dona limon, 5 dona katta chesnok va 1 kilogramm toza asal. Chesnok va limonni tozalab olgach, ustidan asalni bug'li vannada eritib quyiladi va 10 kun qorong'u xonada saqlanadi. Bu malhamni qon bosimini boshlang'ich davrida davolasa yoki oldini olish uchun 15-20 kun iste'mol qilishning o'zi yetadi. Bir necha yillardan beri qon bosimdan aziyat chekayotganlar esa ushbu malhamdan bir yilda kamida 2 marotaba tayyorlab yeb turishlari kerak. Har xil qon bosimini tushiruvchi dorilar, qonni suyultiruvchi dorilar muntazam iste'mol qilish ushbu dorilarga o'rganib qolishni yuzaga keltiradi. Natijada esa dorilar ham foyda bermay, xavfli darajalarga yetishi mumkin. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang, tabiatni seving va tabiiy yo'llar bilan davolanishga erinmang.